Kardinal, bilishim bo'yicha M24 da siz O'zbekistonda nomeradin ekansiz. Hozir men shunaqangi kuchayganman M24 da, sizni bitta qo'limda bo'lsa ham yutib ketaman, ishonavering. Ye, bu gapni sizdan oldin boshqalar ham aytgan, bundan keyin bunaqa gaplar bo'ladi menda. Gap hozir bunaqa gapirishda emas, gap o'yinda, rezultatda. Ko'ramiz, kim yutadi, kim yutqizadi, buni vaqt ko'rsatadi. Hozir bu safar men ko'rsataman. Sizni vaqtingiz o'tib bo'ldi, kardinal. Hozir men nomeradin bo'layman, sekin-sekin ishonavering. Xaridingiz demoqchisizda endi, unaqa bo'lmaydi hech qachon. Yoshingiz Legendaligicha qoladi. Davay, o'yinda deysiz ko'rsating qani, ko'ramiz hozir. Tamom, ketdi, let's go. Go. Voy! Voy! Ye ana. Kardinalning qolishini qaranglar, bolalar. Voy! 4 ta shot oldinda men kardinaldan. Yo. Ko'rdinglarmi bolalar, yoshi o'tdi kardinalni bo'ldi. Voy! Ya hali yosh ekan menimcha, adashyapman. Ana bo'lmasa. Voy! Yo. Lekin glazokda o'lsam, Bluriylar kardinal nomeradin bo'lib qoladi baribir keyin. Voy! De ko'rdinglar. Bo'lib qoldi. Davay. Qani? Böyle menga şans bermayapti bu, ey. Oy. Ya, xato. Comeback. Mama bu comeback deydi, buni qaranglar. Yutish kerak, buni yutish kerak. Killing spree for the red team. Menga pora bergan ekan bu, bor-ku, ishoninglar, bu urmayapti buni. Streak has just been terminated. Glazok urolmadi. Buzib qo'ydik ideyasini bu bolani. Davay. Voy. Oy. Teng qilay, nicha. Qanday unga? Nicha qilay, iltimos. Oy. Baribir yutqazib qo'ydim bor-ku, bular. Essiz. Nima bo'ldi? Qanaqa o'yin bo'ldi? Glazoklar bilan tirs edingiz, ha? Nima edi? 4 ta glazok, ishoning, men siz bilan revansh o'ynamoqchiman. Agar rozi bo'lsangiz, revansh o'ynaymiz siz bilan. Revansh? Qaysi miya bilan aytyapsiz? Nu, davayt, mana shu revansh bo'lsa, mana shu obunachilaringiz aktiv ko'rsatsa, mana shu videoda 10 mingta like qila olsa, men siz bilan birga yana revansh o'ynayman, M24. Nu ishonmayman, podpischiklaringiz 10 mingta like qilishiga ishonmayman. 10 mingta like, voy, vashi qiyin, lekin men obunachilarimga ishonaman.